Buni sizlarga hech kim aytmagan. Nimaga unaqa qilayotganimni video davomida bilib olasizlar. O'sha chopperda qilinadigan shirinlikni men ham tayyorlab ko'rdim. Hamma mahsulotlarni ketma-ketlikda chopperga solinadi. Bittada chopper qilib olamiz. Uni o'zi keyin solish kerak edi. Men esimdan chiqib qoldi. Uni ham solib chopper qilib yubordim. Bu o'zi videoni ko'rganimda qanaqa chiqar ekan, o'xsharmikan, yo'qmikan deb bir 2 oymi 3 oy oldin saqlanib chiqib olgan edim. Va shu bugun qilishga qaror qildim. Hammasini chopperda yaxshilab однородный massa qilib olamiz va uyli bor qolipga solib 180 gradusda pishirib olamiz. 45 daqiqada pishib chiqib, biskvitimiz pishib chiqquncha orada endi kremimizni tayyorlab olamiz. Kremimizga eng sifatli bo'lgan maselka sushonkalaridan tayyorlaymiz, chunki juda ham sifatli, mazali va quyuq bo'ladi. Qaymoq va sariyog hammasini birga solib gazda past olovda qaynatamiz. Yaxshilab qaynashi kerak. Lekin qaynash davomida quyilmaydi, bu yoqqa olib sovutib qo'yganda quyiladi. Boshida quyilmaydi deb o'ylab esa xavotir oldim. Yo'q, lekin sovigandan keyin yaxshilab quyilar ekan. Va issiq edi shokoladimizni 2 xil kremga bo'lib olamiz, oq qora qilib, oq qora shokoladlarni solib olamiz. Videom yoqqan bo'lsa uni saqlanib chiqib qo'ying va yaqinlaringizga ulashib qo'ying.